Birinchi savol: sizga taloq organi nima uchun kerak? Javob berish uchun 7 soniyangiz bor. Aksincha, uning o'zidan so'ra olmaysiz, chunki uni qayerdan izlashni ham bilmaysiz. Men sizga aytaman. Mana bu yerda o'pkaning ostida, oshqozonning chap tomonida, lekin vaqt tugadi, javob berish payti keldi. U bu yerda nima qilyapti o'zi? Taloq immunitetingizni kuchaytiradi va eski qon hujayralarini yo'q qiladi. Bundan tashqari, unda kislorod tashuvchi eritrotsitlarning favqulodda zaxirasi bor. Bu chorak litr mana bunday suyuqlik degani. Sport zalda atigi 15 daqiqalik kuchli mashg'ulot va u bularning barchasini mushaklaringiz bo'g'ilib qolmasligi uchun ularga uzatadi. Suvga sho'ng'iganingizda ham xuddi shunday. Agar nafasingizni ushlab turib salqin suvga sho'ng'isangiz, hayotingizni nafaqat o'pkadagi kislorod, balki taloqdagi kislorod tashuvchilarining kuchli dozasi ham saqlab qoladi. Hatto alpinistlarda ham bu a'zo qonni eritrotsitlar bilan to'yintirish va gipoksiyaga yo'l qo'ymaslik uchun har bir kilometr yuqoriga ko'tarilganda 14% ga qisqaradi. Endi va'da qilingan lifehack: sport mashg'ulotidan 1 soat oldin hech bo'lmasa yarim daqiqa nafasni ushlab turing va shuni 2 daqiqalik tanaffus bilan 5 marta takrorlang. Shunday qilib taloq zaxirasini bo'shatasiz va mashg'ulotlarni to'liq tayyor holda boshlaysiz. O'zingizni ancha yaxshi ham his qilasiz.